Besat bilan hech qachon chet elga chiqish nasib qilmaganda Abbos bilan nasib qildi. Da, qimmat kremli surish ham nasib qildi. Qayerga ketyapmiz deb o'ylaysizlar? Besat, xayr. Bu qiz vashi charchamas ekan. Samolyotdan tushishimiz bilan Jigichani shogirdlarning oldiga olib borasiz deb turib oldi. Abbos umuman insofingiz yo'q ekan, meni peshkom olib chiqtirdingiz. Xitoy devoriga ko'tarib olib chiqmayman-ku. Zato chiroyli rasmlarga tushib olding. Alitu, bunaqa joylarga kelolmaysan. Sen qanday kelarding? Qimmat restoranga olib kelsam, o'tirishini qaraydi. Snickers yeyman. Yuragimni yulib beraymi, yeysanmi? Yo'q. Ertalabdan tarixdagi eng katta avtoshouga keldik. Odamdan muncha ko'p, ay doda. Bunga pulim yetmaydi. Gelik haydiyman. Oka, bu tekinga qatta ovqat bor. Sa narroda. Voy, mana shu bo'lsa kerak. O, tegma ovqatga. Uzr. Eshikka nimadir yo'qmi? Opa biladi. Opa, bitta banan bering. Yo'q, ket bu yerdan. Hey qiz, sizlarda eshikka nimadir yo'qmi? Ozgina mizg'ib olaman degunimcha bu hammadan ovqat so'rab yurgan ekan. Undan ko'ra mamnaqa mashinani tomosha qilib o'tirmaydimi? Mashindan, yo'q, bundan. Mashina haydashni ham bilmaydi. Mamnaqa haydaydi mashinani. Cherry haydayman. O'zi bu yoqda Cherry'ning yangi modellarini taqdimoti bo'layotgan ekan. Wow! Nima mashina bu? Cherrymi? Ichiga o'tirib ko'rmasam bo'lmaydi. Voy, ochilmayapti. Xavotir olma, o'zim seni Cherry'ni vataniga olib boraman. Unaqa hammadan ovqat so'rab sharmanda qilurmagin. Va nihoyat men tekinga ovqat yeyman. Qayerga ketyapmiz? Zo'r joyga ketyapmiz. Borganimizdan keyin bilib olasan, mana keldik. Qorong'i tushib qopti-yu. Qat bu? Wow. Qo'rqma, biz o'quvdamiz. Cherry'ni vatanida. Voy, ovqatlarni mazaliligini. Voy, shuncha narsani pulni kim to'laydi? Siz, конечно. Bo'pti, baba to'layotganman deb mana yeb ko'rsam, yoqmadi menga. Cherry'ning zavodiga keldik. Bu yo'lga bekorga kelganimiz yo'q. Cherry avtomobillarini qay darajada mustahkamligini bugun bizga ko'rsatib berishadi. Voy, ichidagi odamlarga nima bo'ldi? Ikkala mashina ham pachoq bo'lib ichiga kirib ketgan bo'lsa ham, lekin ichidagi odamlarga hech narsa qilmagan. Chunki airbaglari juda ham mustahkam. Bu mashinani o'zim test drive qilib ko'rdim. Pulni to'laydiganman-ku, mana ham haydab ko'ring. Biz Cherry'ni hali O'zbekistonga kelmagan modelini tanladik. Nima deb o'ylaysizlar? Mashina qanchaga tushdi?